Mehribon va rahmdil Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum aziz birodarlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ijozatingiz bilan bugun sizlarga yangi go'zal qalblarni titratuvchi qissa bilan bo'lishmoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nubuvvat tushishidan oldin har yili bir oy davomida Makkadagi hayotdan uzoqlashib, Hiro g'orida toat ibodat bilan mashg'ul bo'lar edilar. Tog'dan tushgach Ka'bani tavof qilib, uyga qaytardilar. Bir kuni Rasuli akram butun vujudlari titrab uyga kirib keldilar va Hadicha onamizga "Meni o'rab qo'ying, meni o'rab qo'ying" dedilar. Hadicha nima voqea yuz berganini so'raganlarida "Yo Hadicha, o'zimdan qo'rqdim" dedilar. Suyukli zavjalari esa e'timod va ishonch bilan "Yo'q, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi, sabr qiling. Balki bu hodisa bir xushxabardir. Chunki sizning to'g'ri so'z va halol inson ekanligingizni hammaga ma'lum. Umid qilamanki, siz bu ummatga payg'ambar bo'lasiz" dedilar. So'ngra maslahat so'rab, amakivachchalari Varaqa ibn Naffal huzuriga bordilar. Varaqa Rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam voqea tafsilotini eshitgach, "Muborak bo'lsin ey Muhammad, bu Musoga tushgan faringga nomusdir. Muhaqqaq sen bu ummatning payg'ambari bo'libsan" deya nido qildi. Bu xushxabarni eshitgan Hadicha darhol iymon keltirdi. Allohga va uning rasuliga iymon keltirgan, Alloh oyatlarini tasdiqlagan ilk inson va ilk musulmon ayol Hazrati Hadicha bintu Huvaylid bo'ldilar. Rasuli akramni eng qiyin vaziyatlarda qo'llab-quvvatlagan, mashaqqatlarga to'la hayotida doimo Alloh rasulining yonidan ayrilmagan ayol ham Hazrati Hadicha edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yo Hadicha, olamlarning Rabbisi Alloh taoladan Jabroil alayhissalom senga salom keltiryapti" dedilar. Hadicha raziyallohu anhu: "Salom Allohga bo'lsin, salom undan keladi va unga qaytadi. Jabroilga ham salom bo'lsin" dedilar. Shu kundan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barokatlari va mashaqqatlarga to'la bo'lgan yangi bir hayotni boshladilar.